Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Fenzoman do'stlar. Ko'rasizlarmi do'stlar, stoykaga turishdi do'stlar, ko'ringlar endi. Mayli do'stlar, hozir tong otdi do'stlar, videoga like bosing siz. Albatta tong otishi bilan do'stlar. Mayli do'stlar. Eshigim nima ochiq? Mayli, bu qiziq-da. Do'stlar. Bularni polizim, nima bo'ptimi? Ezilib bo'pti. Buni to'g'rilab bu taraf esa qo'shniniki. Ana merdiga shunday kirib chiqdi do'stlar. Mer chetdansiz? Kanaldan qaray. Meni jalbay qolmang. Bitta bas. Hey. Merni ko'rmadinglarmi? Yo'q, merni biz ham topa olmayapmiz. Mayli, topib qolsangiz menga xabar bering. Mana uyim bilasizlar, albatta, topdi sizlarga. Do'stlar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Qarab bo'pti, ko'rishamiz. Qarayapti endi. O'yindan ko'rinmaydi, merdika. Tonirovka bilan. Merdan do'stlar, shekillantirman. Yaramasda mer mana do'stlar, qaranglar. Qishlarda pulini yeydi mer. Yomon mer. Bu 13 tani bo'lsa, xo'p bo'ladi. Men ketdim endi. Bo'pti. Nima deyapsizlar? Melar bo'pti sizlarga. Bu sanga. Ol. Do'stlarni ulashini hal qildim. Bo'lmasam merga aytib, bu qishloqdan haydab yuborardi. Mayli, men polizimni tozalab, o'z ishlarim bilan shug'ullanay. Aytgancha men do'stlar lapatgam yo'q. Qornim och bo'lmasa nimaga ovqatlanyapman degan savol bor. Do'stlar, sizlarga bitta gap bor. Kim shu topishmoqni topsa hozir topishmoq bor. Mana shu topishmoqni topganga do'stlar, men kanalni tekinga reklama qilib beraman albatta. Bundan ham kattasi bo'pti. Shu topishmoq javobini topgan kommentariyaga yozsalaring do'stlar, men albatta sizlarga qilib boraman. Qilib bormayman do'stlar. Priz bor do'stlar, qisqasi. Bu savolni javobi juda oson, faqat buning uchun nostandart fikrlash kerak. Bunday bo'lsa savolni eshiting. Qaranglar do'stlar. Dunyoning 3-4 ta olimi keldi. 4 ta olimlardan biri matematik, biri algebrik, biri matematik, biri fizik, biri biologik, biri kimyochi qisqasi. Shu 4 talasi keldi va o'sha joyda suv bosdi. Ularda bitta qayiq ko'rib qoldi. Qayiqqa chiqdi ular. Va do'stlar, ular qayiqqa chiqqandan keyin ular vaznda og'irlik bo'ldi. Qayiq ular ko'tarmay qoldi. Endi ularga odam tashlab yuborish kerak. Endi do'stlar, o'sha yerdan kimni tashlab yuborish kerak? To'g'ri javobni topganlar do'stlar kommentariyaga yozib yuboringlar. Topganlarga yo'g'richa bosib qo'yaman, topmaganlarga shunchaki like bosib qo'yaman. Do'stlar, topganlarga shunchaki yo'g'richa bas, albatta priz ham bor. Aytganimdek. Do'stlar, kartochkani ikkisidan chiqdi. Qani ketdik. Topishga harakat qilinglar do'stlar. Bu savolning javobi oson deb bo'lmaydi, lekin bu savolni do'stlar javobini
bir bolacha topib qo'ygan. O'sha bolachaya bir oy ichida hech qaysi olim topolmagan. Sizlar topolsalarchi axir. Topib qo'yinglar do'stlar, O'zbekistonda nomini oqlab olinglar bitta. Voh, zo'r gap bo'ldi. Hay. No, mayli endi do'stlar. Dam olmasam bo'lmaydi, juda charchadim. Qani bir dam oling. Bo'ladi, qilganni taqqos chiqadi. Kech tushmabdi-ku, mayli. Maza qilib turdim. Do'stlar, yana bir bor salom. Va men do'stlar, nima qo'shnim poliz ham tozalanib qolibdimi? Keldi ishkilikda. Mayli, bir suvga sakrab olay qani. Hop, ana. Ana maza bo'ldi ekan. Ey, Shenzo. Ha. Ana qo'shnim o'zi. Ha. Nimaga meni polizimni buzding? Nima qilding polizimga axir? Yaramas. Men seni yon qo'shnim deb yo'qsam, sen yo'qamas ekansan. Tushunmadim, nimalar haqida gapiryapsan? Tuhmat qilma, yaramas yigit. Hozirga aytaman. Ey, tushuntiribroq gapir, nimalar bo'lyapti o'zi bir boshdan. Ana, qara, qisqasi men kecha sog'lab yotgandim va qaradim oynada. Bir yalang'och shetel chiqdi. Chiqdi-da, shunday kichkina polizlarimdek kartoshkalarimni hammasini buzib, atrofga qarab, yana sari uyga kirib ketdi. Buni endi nimani tushunishim mumkin? Nima? Qanday yalang'och shetel? Nimalar haqida gapiryapsan? Tushingni gapiryapsanmi? Qanaqa to'sh? Hozir yo'qsan bilan tushib gaplashamiz. To'xta. Sen adashyapsan, u meni uyimga kirmagan. Yo'q, sen uyga kirgan. U aslida sensan. Niqobingni o'zgartirgansan. To'g'ri gapir menga. Hozir vazing ochiraman. Bo'pti, men qo'ziga aytaman. Qanaqa nima bo'lishi mumkin? Qishlog'imizda bir endi tekshirgan kamera yo'q. Kamera o'rnatilmasa bo'lmaydi. Hozirroq men merga aytmasam bo'lmaydi. Ey, merni ko'rmadingmi? Ana. Rahmat. Mer janoblari. Ha, tushunayapsan. Kamera qo'ymasangiz bo'lmaydi. Ayniqsa meni uyimni qarab, qo'shnimni polizini ham va meni polizimni ham qarab turgan kamera qo'yishingiz kerak. Tushundingmi? Adashib ketdim, tushundingizmi? Yaxshi, buni hal qilamiz, lekin nimaga? Mayli, men shoshilyapman, keyin tushuntirib beraman. Do'stlar, bu gapiga lekin chidab bo'lmadi. Qanday bu yalang'och shetel deydimi? Mayli, bir dam olmasam bo'lmaydi. Meram kamera qo'ydimikin endi? Merdan so'rab kelmasam bo'lmaydi.
Meğer. Koça. Meğer. Kamera koydingizmi? Ha, chaqirtirdim usta. Hozir qo'ysa kerak. Kecha oymen batata ekan, xavotir olma. Ha, mayli. Bo'pti, endi sizga ko'rishguncha. To'xta, aytmayver endi. Ha, nima? Tuhmat qildi-da bir jitil. Qo'shnim o'zimga tuhmat qildi. Polizdagi narsalarni o'g'irlab turgan emishman. Bir yalang'och jitil haqida gapiradimi? Ha, shunday degan bo'lyapti. Bo'pti, bo'lmasa men bo'pti, tuhmatga bo'pti. Do'stlar, mayli. Xullas shunday gaplar. Do'stlar, sizlarga shu video yoqdimi? Keyingi qismini chiqishini xohlaysizmi? Albatta do'stlar, keyingi qismida men do'stlar u jitilni topaman albatta do'stlar. Ha. Va u jitilni men shunaqasiga uraman. Yog'larini qonatib yuboraman. Yaramaz jitil. Balkim u yolg'on gapirib turgan, qo'shnim yolg'on gapirib turgan bo'lsa, uni ham bang qilamiz. Faqatgina do'stlar ikkinchi qismi chiqishi sizning qo'lingizda asosan do'stlar sizning qo'lingizda. Sababi layklarga bog'liq. Nima bo'pti layklarga bas qachonki men do'stlar 700 obunachiga erishsam ikkinchi qismi chiqadi. Sizlar bilan Fenzo bo'ldi. Albatta uni topamiz do'stlar. Hali savolga ham javob toping.